Yo, qanday sizlar YouTube ahli? Assalomu alaykum YouTube ahli. Sizlar bilan men Fexo Gamer. Bugungi videomizda Indian Bike o'yinini o'ynab mazza qilib olishga qilamiz. Menimcha ko'pchiliklar bu o'yinni bilsanglar kerak. Bolalar bu o'yin уже yangilanib ketdi. Voy, orjular qilib gitavish. Ularni qaranglar. Просто gitavishda ko'chirgan, gitavish ko'chirib tashlabdi uni qarang. Masalan, Salomon bu skin deyapman. Undan qaranglar, GTA 5 da ham shuda unaqa. GTA 5 da mana shunaqa bazuka bor, unaqa snayper bor, unaqa pistolet, lekin mana bu yo'q. Bormi? Bomba bor. Bombani har xil. Biz GTA 5 dan ko'chirib tashlabdi, nimali? Zato bo'ldi, lekin bundan bugun biz gangsterlik qilamiz. Tak. Ikkinchi bo'ldi bunda bo'ldi. Nomer tersa bo'lar ekan GTA 5 ga o'xshab. Masalan, 111. Nima chiqar ekan? 111. 3 1. Hech nima chiqmayapti. To'r. Mana shunday qilamiz. 6 ming qilamiz. Men yaxshi ko'rgan mototsikl. Bo'ldi, endi biza bunda bo'ldi katta otishma qilamiz. Hozir bo'ldi birinchi qiladigan ishimiz sekingina borib turib. Aytgancha bo'ldi. Bunda cheat qilsa bo'lar ekan, bilasizlarmi? Cheat. Qanaqa cheat silsam 12 16 raqami mana. Cheat deyapti, cheat yo'qmi deyapti. Mana qaranglar, cheat unda qilsa bo'ladi, buni qarang. Bunda o'tirib, любой bitta qurollar o'tirib, bam. Bitta eshitdilar ovozini. Push. Mana qizim hozir sekingina kallasi. Ko'zi. Qani buni ko'zi. O'z ko'zi qorachig'ida. Bo'ldi, endi buni basharasiga bomba otamiz. Endi bomba qilamiz sekin. Shur. Pushing. Tak ol. Ketdi endi. Endi bo'ldi. Conquistito, futurito, yo bo'ldi. Oppa. Yo-mayo, vaqt. Oppa. Oppa bo'ldi, ko'rasizlarmi? Biza qanday qochib turib. Hozir mana buni turib. Ustiga kelib turib. Bunday qilib turib. Bunday qilib turib. Qo'riqchini o'tgan bo'ldi. Qo'riqchi baqaki. Kimga kerak bo'lsa? Qo'riqchi. Kimga kerak bo'lsa? Qo'riqchi ham menish bo'ldi. Endi bunday qilib turib. Qaqa to'xtadi, yo'qmi? Tak bo'ldi.
Yo'lmayı qoldi. Va bolalar qanday qidirilding deysizlar mumkin. Aytgancha bolalar bugun bizni aytgancha sizlarga gapirmay qolibman. Bolalar uzr. Tak bolalar emas sizlarga bitta narsa ko'rsataymi? Bolalar nomerdan tashqari bitta narsani ko'rsataymi? Hozir biz bularga ko'rsatamiz. Bu yoqqa kirib turib PM 10 qilasizlar. Bolalar PM 10 qilasizlar. Почти прикольный. Bolalar endi ko'rdinglarmi? Manta chiqqan yozuvni ko'rdinglarmi? Mana qaranglar, endi biz xalq bolalar bunda chitini unday chit bor-ku, hammasi bor bunda. Ayniqsa mana bunaqa chit bormikin yo'qmikin bolalar? Nomer menimcha bor. Ikkinchi bo'lim mana qaranglar, xalq. Yo'lmayu xalq qaranglar bitta udarinda. Bunga eng qizig'i hech qaysi militsiya yopisha olmaydi bolalar. Duxi yetmaydi. Bitta ularni ko'rdinglarmi, uxlatib qo'ydim. Qilliqqa uxlatib qo'ydim-ku. Bolalar endi marta mashina qayta chiqadi mashina. Mashinalardan o'qis topamiz. Ana endi bolalar mana shu mashinani qilamiz. Mana buni qaranglar, cho'tki Lamborghini chiqib keldi. Endi bunga o'tiramiz, hoppa kallamiz bundan chiqib turibdi. Ana endi ketdi biz mashinaga o'tirib oldik. Endi katta jang boshlaymiz. Hoppa. Yo'lmay mashinaga ham ishlar ekan bu. Endi bolalar super tezlikda uchib turib, badanda. Yo'lmay mana. Popudi. Hop, yüzünü ko'rdinglarmi? Qanaqadir bo'ylov. Tak bolalar endi bu yoqdan sekingina oshib. Ketdi bolalar, bu yoqqa tushamiz. Yo'lmay so'ramiz. Yo'lmayu. Xullas bolalar yana bitta narsa ko'rsataman. Endi bu yoqqa aytgancha bolalar buni kodlarini ko'rsanglar YouTube'ga kirib turib ishonmanglar, PM14 qilsanglar qanaqadir temir odam, o'rgimchak odamlarni ko'rsatadi. Ularga ishonmanglar. Bu xalqqa o'xshaydi faqat. Keyin PM11 qilamiz va opa Superman. Bolalar Superman deb chiqdi, ko'rdinglarmi? Endi qaranglar. Hoppa, endi biz Supermanmiz. Mana qaranglar bolalar. Вообще bu chip emas bolalar. Novichoklar просто mana shunaqa qilib bu o'yinni tushunmaydiganlar mana shunaqa kodini yozib qo'ysanglar bo'ldi shunaqa. Lekin hech kim tegmaydi. Bolalar super tezlikda uchib kelyapmiz. Yo'lmay pastga uchib turib, pastga tush. Haykalang. Nimadir qilolasanlar. Men lazerim olibda, senlar hech nima qilolmaysanlar. Takkola sekingina. Ular bitta udarimda lazerim kuydirib tashladi. Ko'ryapsizlarmi? Hamma narsani buzib tashlayapman. Tak что bolalar bunda utsanglar ham bo'ladi mazza qilib. Yo'lmay uchamiz tak. Ular baxtga qizcha. Yo'lmay yomon baqirdi, yutib qilib bam bermasa bo'ladi. Ular уже tutab ketyapti. Yurchi.
Bolla mashinan. Soppa. Bolla bunda mana buni qaranglar, mashina. 8 ming qilamiz va bunda vertolyot. Helikopter spawn qani? Tegimizda turibdi helikopter. Helikopter degani bolalar eng qizig'i bundan o'q o'tmadi. Bolalar mana bitta beshtagidek mod qilsalar bo'ladi. Uchib borib turadigan mod qilsalar bo'ladi. Tak. Bolalar sekingina kelib oldik. Helikopter onasiga. Nima kerak bo'lsa? O'tadimi helikopterdan? Lazer o'tadimi bolalar helikopterdan? Yo'q, helikopter lazerga ham o'tkazmayapti. Давайте. Endi PM 10 qilamiz. Yana xalqqa aylanamiz. Tak bolalar xalqqa aylanamiz. O'sha xalqqa aylanib turib vertolyot spawn qilib turib ana endi portlab ketadimi yo'qmi? Endi ko'ramiz. 8 ming mana va endi nima kerak? Yo'q. So'lmayapti bitta udurlarni uni qaranglar. Qanaqasiga bolalar? Bunga lazer ta'sir qilmadi. Yo'q, endi bu vertolyot harbiylarniki emas. Boshqa zirhdan menga xalq udari ham ta'sir qilmayapti bolalar. Hatto men udar ta'sir qiladimi? Yo'q, daraxtga chiqib oldim. Bitta ana Oppa buni hozir bir balo qilib yoqdan olib chiqaylik-da. Buni o'tirsa bo'ladimi? Hozir o'tirib hozir o'tiradi bunga. Oppa. O'zini ham zo'r ko'taryapti. Mana qaranglar xalqqa. Xalqam lekin bemalol so'rgan. Bitta bir sakraymiz. Va oppa. Vertolyotdan sekin tushar. Endi vaqtga nima kerak bo'lsa. Endi bitta udarni hosini uchira olamanmi? Mana senga. Lekin mashinaga qaranglar. Bitta udarni uchib ketdi. Mototsikldagi yetib bordi. Takol. Vallahi men buni qaranglar, lekin mashinalarga kelib bitta unaqa udar qilsak uchib ketyapti, qaranglar. Lekin vertolyotga qilsak uchib ketmayapti. Yo'q. Unda men bu udar xataba ish beradimi? Nima kerak bo'lsa. Endi nima kerak bo'lsa. To'r qildikmi, nima qildik? Yo'q, senga. Mana shu vertolyotni yo'q qilishim kerak. Bugun videoda maqsad shu vertolyotni faqat yo'q qilish kerak. Tak. To'xtachi. Men mototsiklimdan tezman bilasanmi uka? Uka, sen bu dunyoga kerak emassan. Ko'rdinglarmi? Bola odamni qaqqa tushib ketdi. Mototsikli yonib ketdi, odamni qaqqa tushib ketdi. Aytgancha bo'lmamni qaranglar. Yo'qotib ketdim. Bo'ldim bitta 4 ta 5 qilsalar dahshat mototsikl beradi. Hamma qaranglar, olov chiqib turgan bunaqa qanaqa mototsikl bu bolalar? Olov chiqib turgan eng qizig'i bu vertolyotga endi mashina zarba berib ko'raman bolalar. Agar mashina ta'sir qilmasa bo'lmaydi bolalar oxiri. Menimcha bilan ta'sir qilmaydi. Yo'q, bu ham ta'sir qilmayapti. Lekin bolalar odamlarga mashina mototsikl yo'q, yon bilan yaqinlashsak bittada o'lib ketyapti bolalar.
qaranglar, любой bitta mashinaga kelib turib, tanimasalar. Ko'ryapsizlarmi? Bolalar, hammaga xayr, sizlar bilan men Fekzo Gamer bo'ldim. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Videoning keyingi qismi 3 ta likedan keyin. Hammaga xayr.